Assalomu alaykum qadrli kitobxon. Bugun biz sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov tavalludining 95 yilligi munosabati bilan hayoti va ijodi haqida yaqindan tanishtirib o'tamiz. Odil Yoqubov 1926-yil Qozog'iston Respublikasi Chimkent viloyatining Qarnoq qishlog'ida xizmatchi oilasida tug'ildi. O'rta maktabni tugatib, O'rta Osiyo davlat Darulfununining filologiya fakultetida o'qidi. Ma'lum yillardan so'ng O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida maslahatchi, Literaturная gazetasining respublikamizdagi maxsus muxbiri hamda O'zbek film kinostudiyasi va Respublika kinematografiya qo'mitasida bosh muharrir, G'afur G'ulom nomidagi nashriyotda bosh muharrir o'rinbosari bo'lib ishladi. So'ngra O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasining bosh muharriri bo'lib faoliyat yuritdi. Yozuvchi keyingi yillarda yaratilgan Ulug'bek xazinasi romanida ulug' o'zbek astronomi Ulug'bek va uning o'g'li Abdullatif o'rtasidagi ziddiyatli kurashlarni tasvirlaydi. Boshqa bir yirik asari bo'lgan Ko'hna dunyo romanida Markaziy Osiyoning ikki buyuk allomasi Biruniy va Ibn Sino hayoti va fojiali taqdiri qalamga olinadi. Shuningdek, Odil Yoqubov zamonaviy mavzularda ham, ya'ni Diyonat, Oq qushlar, oppoq qushlar kabi yirik asarlar yaratdi. O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov Ulug'bek xazinasi romani uchun davlat mukofotiga sazovor bo'lgan, ya'ni Do'stlik, El-yurt hurmati ordeni bilan mukofotlangan. Atoqli adib Odil Yoqubov 2009-yil 83 yoshida bu olamni tark etdi. Qadrli kitobxon, shu munosabat bilan ushbu yozuvchining barcha asarlari bilan yaqindan tanishishga sizni jalb qilamiz, chunki tarixsiz kelajak yo'q. E'tiboringiz uchun rahmat.